Mani barcha oila a'zoyim Amerika fuqarosi. Faqat men qoldim Amerika fuqarosi bo'lmagan. Men O'zbekistonda vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman deb men shu yerda qolganman ketmasdan. Men yillik 2 million dollarlik eksport salohiyatim majburiy bor. Eksport qilaman. Qishloq xo'jaligi yuqori mahsulot bo'lish uchun mana shu yerda hamkorlarim ham o'tiribdi. Dilerlarim ham o'tiribdi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga men Amerikadan eng yuqori sifatdagi narsalarni ham olib kelaman. O'zim o'shitdi kompaniya ham sotib oldim. O'zbekistonga investitsiya vazirligi tomonidan 22 million dollarga rasmiy investitsiya kiritdim. Investitsiya jadvaliga, soniga asosan. Endi men nahotki shu 400 millionlik narsaga benzinim ham pul yetmaydi-ku, rais etuvchi. Uy quraman. Sheriklarim ham shu yerda bor. Mana bugungi kunda qo'limda 1150 ta odam ishlaydi, rais etuvchi. Bugun nafaqat meni hayotimni, taqdirini, balki 100 tadan ortiq odamlarni ham taqdirini, qora qozonini siz hal qiluvchi insonsiz, rais etuvchi. Men ko'chada yursam, ko'proq aholiga, insonlarga foyda tegishini turmada o'tirganimdan ko'ra shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, rais etuvchi. Men nalog to'layman, ish joyi yarataman, odamlarga yordam beraman, to'g'ri hayot tizimini kechiraman, rais etuvchi. Men bilmadim bu uchiga chiqqan apris bunchalik meni pakstava qilib ketishini. Ona bola yozib olib meni